Bunun bilan Vali Pilatus Hazreti Aysoni qamchilatdi. Lashkarlar tikan shoxlarini o'rib, bir toj yasab, Hazreti Aysoning beshiga kiydirishdi. Ondan uningga shahona so'sun ranglik to'n kiydirishdi. Ular yana uning oldiga kelishib, "Yoshsun, Yahudilarning podshoyi" deb masxara qilishib, uni qachatlashdi. Vali Pilatus yana ordusidan chiqib xaloyiqqa, "Diqqat! Uningdan hech qanday jinoyat topamaganligimni bilishinglar uchun uni sizlarning oldinglarga elib chiqaman" dedi. Bunun bilan Hazreti Ayso beshidagi tikanlik toj va uchisidagi so'sin rangli to'n bilan tashqariga elib chiqildi. Vali Pilatus ularga, "Mana bu odam" dedi. Oliy ruhaniylar va ibodatxona qorovullari Hazreti Aysoni ko'rib, "Uni krestga mixlating" deb vaqirashdi. "Uni o'zinglar mixlanglar. Men uningdan hech qanday jinoyat topamadim" dedi Pilatus. Yahudilar mundaq deyishdi: "Bizda shundaq bir qonun bor. Shu qonunga asosan u o'zini Xudoning o'g'li deb ataganligi uchun o'ltirishga tegishli." Vali Pilatus bu so'zni anglab, texmo qo'rqib, yana o'rtasiga kirib, Hazreti Aysodan, "Sen zodi qayerdan kelding?" deb so'radi. Hazreti Ayso javob bermadi. "Sen bana gap qilmamsan. Seni qo'yib berishga huquqim bo'g'nidek, krestga mixlashqimi huquqim borligini bilmamsa", dedi Vali Pilatus. "Sizga erishdan berilmagan bo'lsa, menga nisbatan hech qanday huquqingiz bo'lmagan bo'ladi. Shuning uchun meni sizga topshirib bergan odamning gunohi texmo ig'irdir", dedi Hazreti Ayso. Shuning bilan Pilatus Hazreti Aysoni qo'yib etmoqchi bo'ldi. Lekin Yahudilar, "Bu odamni qo'yib etsangiz, Rim imperatorining do'sti bo'lmagan bo'lasiz. Kim o'zining podshoyi desa, u kishi imperatorga qarshi chiqqan bo'ladi" deb cho'qon silishdi. Vali Pilatus bu so'zlarni anglab Hazreti Aysoni tashqariga chiqardi va tash yotqizilgan hoylar Aromi tilida G'abata degan yerdagi hukm chiqarish o'rnida o'ltirdi. U kuni o'tib ketish hayitining harfisi bo'lib, soat 12 ga oz qolgan edi. Vali Pilatus Yahudilarga, "Mana bu sizlarning podshoyinglar" dedi. "Yo'qting, uni krestga mixlating" deb vaqirashdi Yahudilar. "Meni podshoyinglarni krestga mixlabsin demsizlar" dedi Vali Pilatus. Oliy ruhaniylar, "Rim imperatoridan boshqa podshoyimiz yo'q" deb tovlashdi. Bunun bilan Hazreti Ayso Vali Pilatusning buyrug'i bilan krestga mixlanishga topshirildi. Lashkarlar Hazreti Aysoni elib mangdi. U o'z krestini dumbisiga otib, bosh so'ngak Aromi tilida Golgota degan yerga bordi.
Ular uni shu yerda kresga mixlab, kresni tikladi. Hazreti Aysoning ikki tarafida yana ikki jinoyatchi bor bo'lib, ularmi uning bilan tang mixlandi. Hazreti Aysoning kresti ikki jinoyatchining o'ttirsiga tiklangan edi. Vali Pilatus taxtiga Nasiralik Ayso Yahudilarning podshoyi deb yezib, kresga ostirib qo'ydi. Taxtdagi so'zlar İbranicha, Latincha va Grekcha 3 xil yezda yozilganligi hamda Hazreti Ayso mixlangan yer shaharga yaqin bo'lganligi uchun nurg'un Yahudilar taxtdagi so'zlarni o'qigan edi. Shunga Yahudilarning oliy ruhoniylari Vali Pilatusga Yahudilarning podshoyi deb yozmang. O'zini men Yahudilarning podshoyi degan deb yozing deyishdi. Biroq Vali Pilatus ularga yozdig'inimni yozdim dedi. Lashkarlar Hazreti Aysoni kresga mixlagandan keyin uning kiyimlarini ilib, to'rtga bo'lib, har biri bir ulushdan elishdi. To'nining ichidagi uzun ko'nglakni elishdi. Bu ko'nglak tikilmagan bo'lib, ustidan ostiga bir yurish to'qilgan edi. Shuning bilan lashkarlar bir-biriga buni yirtmay, kak tartishayli, kimga chiqsa shu olsin deyishdi. Buning bilan muqaddas yozmalardagi mo'ni so'zlar amalga oshirildi. To'nimni bo'lishdi ular, ko'ngligim uchun tortishdi chakla. Darvaqa lashkarlar shundoq qilishdi. Hazreti Aysoning krestining yanida onasining singlisi Klopaning ayoli Maryam va Majdallik Maryamlar turardi. Hazreti Ayso onasi bilan o'zi yaxshi ko'radigan shogirdining birga tug'anligini ko'rib, onasiga "Ana, bu sizning o'g'lingiz bo'lsin" dedi. Keyin shogirdiga "Bu sening onang bo'lsin" dedi. Shu vaqtdan e'tiboran Hazreti Aysoning o shogirdi Maryamni o'zining uyida turg'izdi. Hazreti Ayso hamma ishlarining tamomlanganligini bildi. Ondan ustudim dedi. Buning bilan muqaddas yozmalarda yozilgan so'zlar amalga oshirildi. U yerda arzon üzüm sharobi bilan to'ldirilgan bir ko'p boy edi. Ular üzüm sharobiga chilangan bir parcha bulutni lepakkul g'o'liga bog'lab Hazreti Aysoning og'ziga uzatdi. Hazreti Ayso üzüm sharobini tetgandan keyin "Tamam bo'ldi" dedi-de, beshini tuvan tushirib jon berdi.